Assalamu alaykum, hürmetli televizyon ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmamizga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajan. Aziz qarindoshlar, sobiq Trump hukumatining vazifadan ayrilishdan bir kun burun mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni asos qilgan Sharq Turkistonning yerli xalqi qarta rahimsizlarcha yurgizib kelayotgan zulmini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb jakarlashi butun dunyoni zilzilaga keltirgan. Muhaciratdagi bütün Uyg'urlarma Amerika hukumatining mazkur qaroridan intayin zo'r so'yinish his qilgan edi. Undaqda bu tarixiy qaror nimadan derak beradi? Uning dunyo davlatlariga ko'rsatadigan bevosita ta'siri qanday? Amerikaning yangi prezidenti Joe Biden hukumatining Uyg'urlar masalasidagi pozitsiyasi va bundan keyingi tub siyosati qanday bo'lishi mumkin? Bu vaqtda sizlarni atrofli ma'lumotga ega qilish uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori, hammanglarga tanishlik bo'lgan siyosiy yonimiz Ömer Qanat apandimni bugungi programmamizga alohida taklif qildik. Hurmatli Ömer Qanat apandim, programmamizga xush keldingiz. Xush buldum. Xush bulduk. Hurmatli Ömer Qanat apandim, sobiq Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo vazifa muddatining oxirgi kunida mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni asos qilgan Sharq Turkistonning yerli xalqi qarda rahimsizlarcha yurgizib kelayotgan zulmini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb jakarlashi oldirabli ilingan bir qarormi yoki uning ma'lum bir orqa ko'rinishi va jarayoni bormi? Oldi bilan mushu haqida ekran oldi ko'rmanlarga ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Ko'p rahmat. Hammadan avval shundaq bir qarorni olganligi uchun, ya'ni Xitoy hukumatiniki Uyg'urlarga qaratgan siyosatini milliy qirg'inchilik va insonlarga qarshi jinoyat deb bekitganligi uchun Amerika sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandimga va Amerika hukumatiga minnatdorligimizni bildiraman. Albatta bundaq bir qaror oson ilinmaydi. Shuning uchun bunda bir qaror ilish uchun işte vaqt ketadi yani. Chunki nayt muhim bir qaror. Bunda bir qarorda bir davlat olgandan keyin bu davlat ham o'z ustiga ham xalqaro jamoat ustiga nayt cho'ng mas'uliyat yuklagan bo'ladi. Ya'ni bir millatga qarshi bir qirg'inchilik va milliy qirg'inchilik siyosati ilib berayotgan, uningdan keyin insonlarga qarshi jinoyat ishlayotdi deb boshqa bir davlatni bundaq haqqida bunda bir qaror ilish albatta uzun muddatlik bir o'ylanish, uningdan keyin har bu davlatga oid shu organlarningki shu davlatning qaysi tarmoqlarining bu nimada bir araga kelishi muhim. Hamda bu ba'zi boyami deb o'tdingiz oxirgi kunda hamda 19 yanvar kuni, ya'ni Trump hukumatining oxirgi kunda bunda bir qaror e'lon qilindi. Nimishki bunda oxirgi kunda bunda qaror e'lon qilindi degan savollar ko'p. Bu savolga shu kunning o'zida Amerika tashqi ishlar ministrligining bir oliy darajali xodimi javob berdi. Bir muxbir so'raganda nimishki bu qarorni kechiktirdinglar, nimishki oxirgi bu hokimiyatinglarning oxirgi kunda bunda bir qaror ilindi degan javobga biz agar mumkin bo'lsa buni boldir ilishni xohlaydik. Lekin shu buni mushuning kunga qo'yish majburiyatida qoldik dedi. Demakki bular uzun muddatlik bunga o'ylangan gap, nurg'un tadqiqotlarni ilib borgan gap, bu haqda uningdan dalil isbotlarni ko'zdan kechirgan gap. Bularningki xalqaro qonunlarga muvofiq kelamdi, kammamdi, hamma nimani bekitgandan keyin uningdan keyin bu qarorni e'lon qildi. Demakki, bundaq bir qaror ilinish uchun nurg'un omillarningki bir araga kelishi kerak. Masalan, birinchi bo'lib buning dalil isbotlar to'planishi kerak. Yani dalil isbotlar bo'ldi bundaq Xitoy hukumatiningki Uyg'urlarga qarata qirg'inchilik, milliy qirg'inchilik ilib berayotganligi va uningdan keyin insonlarga qarshi jinoyat ishlayotganligi haqida albatta bular nurg'un mushahdiki dalil isbotlarni ko'zdan kechiradi. Uningdan keyin dalil isbotlarningki bu xalqaro qonunlar bo'yicha mushu kategoriyaga kiramdi kirmamdi, insonlarga qarshi jinoyat ya milliy qirg'inchilik kiramdi kirmamdi, buni ko'zdan kechirish kerak.
bu amillarning yana biri ommaviy besim bo'lishi kerak buningga. Qanday desangiz, hamda mushu siyosatchilarning besimi, siyosatchilarning talabi, xalqaro tashkilotlarning mushunda talablarni o'ttirib qo'yish kerak. Hamda men Uyg'ur bizningki, ya'ni Uyg'ur tashkilotlarininki faoliyatlarini mushu kategoriyaga kirdi deb o'ylayman. Masalan, biz o'tgan yili sentabr oyida 38 tashkilot bilan birlikda, ya'ni mushu xalqaroda insonlikqa qarshi jinoyat va qirg'inchilik haqida faoliyat ilib berayotgan, mushu haqda tadqiqot ilib berayotgan 38 tashkilot bilan birlikda bir bayonot e'lon qildik. Bayonot e'lon qilib, buningki mush Xitoy hukumatiningki mush bostirish siyosatini milliy qirg'inchilik va insonlikqa qarshi jinoyat deb bekitish to'g'risida bayonot e'lon qildik. Xalqaro jamoatdan mushuni talab qildik. Amerika hukumatidan mushuni talab qildik. Uningdan keyin yana yaqinda yana biz 50 xalqaroliq mushu insonlikqa qarshi milliy qirg'inchilikqa qarshi insonlikqa qarshi jinoyat haqida tadqiqot ilib berayotgan tashkilotlar uningdan keyin mushu haqda tadqiqot ilib berib mushuning bilan tunilgan xalqaroda tunilgan shaxslarninki bilan birlikda bir bayonot e'lon qilib yana shu talabimizni takrorladik. Albatta bu talablarmi ya'ni muhim rol o'ynaydi mushuning haydakchilik qilish uchun bu qarorning ilinishiga. Uningdan keyin Amerika siyosatchilarining o'zininki bu yerda bir tashabbuslari bor. Masalan, o'tgan yili 7-oyda Amerika nimasininki Amerika parlamentosining, ya'ni kongressininki davlat majlisininki kuchli a'zolari, masalan Marco Rubio, Bob Menendez, James McGovern qatorliq, Chris Smith qatorliq shunday kuchli a'zolari Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ga xat evatib, bu Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatini milliy qirg'inchilik va insonlikqa qarshi jinoyat deb bekitishi to'g'risida talabda bo'lgan. Bu ilaka siyosatchilarning kelgan besim desak bo'ldi. Ammo eng muhimi hamda siyosiy iroda buningga kerak. Shu hukumatningki siyosiy jihatdan mushuni amalga oshirish irodasi bo'lishi kerak. Chunki bu iroda, o siyosiy iroda bo'lmasa bu amalga oshmaydi. Nurg'un masalan davlatlarda ko'rdik, ham ko'ryapmiz. Hozirgacha nurg'un bu milliy qirg'inchilik deb nurg'un iddaolar bor. Ba'zi xalqlar o'zlari qaratgan shu bugun o'tmishda bo'lsin ya hozir bo'lsin shu ba'zi davlatlarning siyosatini milliy qirg'inchilik elib borgan, milliy qirg'inchilik deb bekitish to'g'risida nurg'un tashabbuslar bo'lgan. Hatto bu ba'zi davlatlarningki parlamentlari buni qabul qilib, mush qaror chiqarib, bu milliy qirg'inchilik deb bekitgan bo'lsa-mu, bu hukumatga borgan chaqda hukumat u davlatningki hukumati, u davlatning yana shu qirg'inchilik ishlaydigan davlat bilan bo'lgan munosabatlarini ko'zda tutib, u milliy o'zininki milliy munosabatlar, milliy manfaatlarini ko'zda tutib, buni rad qilayotgan nurg'un nimalar bor, misollar bor. Shuning uchun mencha bu yerda siyosiy iroda mavjud bo'lgan, mushu nimani Xitoyninki Uyg'urlarga qaratgan siyosatni milliy qirg'inchilik deb bekitish, insonlikqa qarshi jinoyat deb bekitish to'g'risida Amerika hukumatida, Amerika davlatininki siyosiy irodasining mavjudligini ko'rsatdi. Mushuni bilan bir araga kelgan chaqda hamma mushu omillarning hammasi bir araga kelgan chaqda uningdan keyin e'lon qilinadigan nima? Bu hozir e'lon qilindi. Bayan boshda deb o'tganimizdek, bu uchun biz Amerika sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo va Amerika davlatiga o'zimizningki minnatdorligimizni bildiramiz. Ya'ni bu qaror yana birisi, yana alohida desak bo'ldi bu qarorni. Chunki hozirgacha bu milliy qirg'inchilik ya insonlikqa qarshi jinoyat deb bekitilgan ahvollarda, misollarda qanday bo'lgan desangiz, avval u jinoyat ishlanib bo'lgandan keyin uningdan keyin tadqiqot ilib berib,
onundan tekşürüşler ilip vargan çağda asta paş boğandan keyin onundan keyin onu milliy qirg'inchilik yoki insonlarga qarshi jinoyat deb bekitgan. Lekin bu Xitoyninki Uyg'urlar qarata ilib berayotgan jinoyati bu insonlarga qarshi jinoyat va qirg'inchilik harakati davomlashayotgan bir paytda ya tek hozir tugimidi bu. Hamda bu davomlashyapti. Buni saqlamay, buningki oxirlashi undan keyin tadqiqot elib bormay, tekshirish elib bormay, hozirda e'lon qildi. Bu mu yani yeni bir yo'l, yeni bir usul desak bo'ldi buni. Chunki bu mencha bu tunja ketim bo'lyapti boshqa yerlarda qirg'inchilik ilib berilgandan keyin, uningdan keyin u haqda tekshirishlar ilib berib, nurg'un vaqt o'tgandan keyin, andan keyin uni inson ya milliy qirg'inchilik ya insonlarga qarshi jinoyat deb bekitgan. Ammo bu masalada endi o'sha davomlashayotgan bu milliy qirg'inchilik siyosati davomlashayotgan bir paytda buni milliy qirg'inchilik va insonlarga qarshi jinoyat deb o'tkazdi. Bu jihatdan elib aytsak bu nihoyatda alohida bir qaror deb desak bo'ladi. Rahmat, hurmatli Ömerxon efendim, yuqorida aytib muhim nuqtalarni o'tirib qo'yib o'tgan bo'ldingiz. Demakki, bu Trump hukumatining Uyg'urlar ustidan yurgizilayotgan bu jinoyatni insonlikqa qarshi jinoyat, irqiy qirg'inchilik deb bayonotining hargizla bu hukumatni o'tkazib yetish bosqichida bunday berib qo'ygan emas. Mayli yerlik tashkilotlarning, Uyg'ur tashkilotlarining uzluksiz tirishchanligi, Amerika tashqi ishlar ministrligining uzun yillik izlanishining bir natijasi deb ko'rsatdingiz. Endi sobiq Trump hukumatining yuqorqi qarorida irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat degan bu ikki hukm birga ishlatilgan. Endi buni qanday tushunish mumkin? Yaxshi bir savol qo'ydingiz, ham so'radingiz, ham nayt yaxshi dedingiz. O'zingiz degandek, bu masala uzun vaqtdan beri Amerika tashqi ishlar ministrligida talash tortish bo'layotgan bir masala. Ya'ni buningga Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata ilib berayotgan bir Moşa siyasetiga bir isim qo'yish. Yani bu nima zaten? Bu milliy qirg'inchilikmi, insonlarga qarshi jinoyat demdi. Undan keyin yana bir masala u yerda bo'lgan nima? Moşa etnik tozalash demdi debchu. Moşa 3 masala ustida talash tortish ilib berilgan Amerika tashqi ishlar ministrligida, moşu ministrligining har qaysi bo'limlarida u yerda noyto huquqchilar va u yerda Moşu insonlarga qarshi jinoyat war crime deydi. O shunga o'xshash jinoyatni belgilaydigan, uningki mohiyatini belgilaydigan organlar nimalar va shu'balar va shular ham shu yerdagi muzokaralarda buni nima deyish kerak deganimda bu shu 3 masala bayon deganimdek, bu milliy qirg'inchilikmi, bu insonlarga qarshi jinoyat deb ism qo'yamdik buningga, ya etnik tozalash demdik deganimda 3 masala ustida talash tortish ilib berilgan. Undan keyin esa bular 2-3 yildan beri ilib borgan bir nima bir tadqiqotninki ularninki o'zininki butun dalil isbotlarini ko'zdan kechirgandan keyin e'lonlangan qaror. Bu qarorda nima deyiladi? Ya'ni Xitoy hukumatining 2017-yili mart oyidan e'tiboran ilib borgan siyosatini ve insonlarga qarshi jinoyat. Undan keyin esa bu asta buningki milliy bir qirg'inchilik bo'lganligi o'tirg'i chiqadi. Hamdi. U chaqda nurg'un iboralar ishlatilgan masalan cultural genocide deydi masalan madaniyat qirg'inchiligi degan iboralar ishlatildi. Lekin keyingi nimada biz bu yerda yana bir nimaga rahmat etishimiz kerak. Mushunda qarorning ilinishida nayda muhim rol o'ynagan ikki nima bor bu yerda. Asosliq nima? Mushu Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy qirg'inchilik ahdnomasi ya'ni konvensiyoniga kiradigan kategoriyasiga kiradigan ikki masala bor bu yerda. Birinchisi ayollarni majburiy qisirlashtirish, tug'utni cheklash orqali u millatninki nüfuzini azaytish masalan. Yani bu qirg'inchilik hozir bunun bilan mushu nima bilan hamma nima o'zgardi deb o'ylayman. Ya'ni qirg'inchilik degan necha yuz million insonni o'ltirish emas. U mushu bir millatni yo'q qilish uchun insonlarni qirib tashlash emas. Albatta bu nima? Bir millatni yo'q qilish uchun sharoitni hozirlash. Masalan, hozir mushu bizni yo'q qilish uchun Xitoy shu sharoitni hozirlayapti. Nima sharoitni hozirlayapti? Bizni
işkence kılıvatıdı, türmelerge solavatıdı, türmelerde her kaysi cihetten biz elake ölüvatıdı insanlarımız, o cihetten yok kılıvatıdı. İkinci en mühim nime, nüfusumuzda her türlü tedbir usul nime çağrılar bile bizning nüfusumuzda azaytış qıtırışıvatıdı. İnsan ayallarını kısırlaştırıvatıdı, mecburi ballarını ağzıvatıdı. Onun dikinse yanı bir mesele Uygur ballarını ata-analardan ayırıp Xitayninki atalmış yeslilerine, devlet yeslilerine ilip beriş. Bularni özninki muhitinden, özninki anesinden, medeniyetinden ayırıp başka bir milletninki medeniyetini bularga sındırıp bularni öz milletinden ayırıp etiş. Bunu ata-anasından ayırıp etiş. Özünün urug' tuqqanlaridan ayırıp etiş. Muşu nima? Muşu nimani isbotlab chiqqan, ya'ni dunyoga nima bildirgan adam Adrian Zenz masalan o'zininki ilk borgan tadqiqoti bilan Xitoy hukumatining o'zininki manbalariga tayinib turib o'tirg'a qo'ygan o'zininki tadqiqot natijasi mushu nimalarninki qarorlarninki ilinishida dunyoda Uyg'urlarga Xitoy hukumatining ilib berayotgan siyosatninki milliy qirg'inchilik bo'lganligi haqidagi nimada xulasida nayt cho'ng rol o'ynadi. Shuning uchun bu yerda biz Adrian Zenz efendimga alayda rahmat etishimiz kerak deb o'ylayman. Köptün köp rahmet hürmetlik Ömer Kanat efendim. Şimdi yukarıda mı dep ötüp kettiniz. Hakikaten bu Amerika'nın biz için çıkargan bu kararı, yani bu erkek kırgınçılık degen bu biz hoşal olduğan, biz xursand bo'lgan bir gap emas. Ama lekin bizning üstünden yurgizayotgan şu erkek kırgınçılıkka özümüzün küçümüzden yetişe karşı tura alışımızda bu naiti türkülük rol oynaydı hem sizin degeninizdeki rahmet etkidik bir karar. Hem yani bir iş Tashqi ishlar ministri buni hukumat o'tkazishdan bir kun avval bu qarorni chiqardi. Undan keyin yangi Joe Biden hukumati o'tirg'i tushishi bilan Mike Pompeo'ning yuqorqi qarorini jakarlab, bir necha soat o'tgandan keyin Amerika hukumatining yangi tashqi ishlar ministri nomzodi Antony Blinken apandimi Kengash palatasidagi guvoh yig'inida qilgan so'zda Mike Pompeo'ning bu qarorga qo'shiladiganligini va bu qarorning o'zining o'rtaq qaror ekanligini ochiq bildirgan bo'ldi. Yani bu Uygurlar meselesinin Amerika'daki resmi devlet siyasetiga aylanganligini tushundiramdi. Joe Biden hukumatının bundan keyingi Xitoy siyasetida Uygur meselesiga tutilgan pozitsiyasida qanday o'zgarishlar yuz berish ehtimolligi bor? Siz bunga qanday qaraysiz? Albatta bu meselede Amerika bayan siz nayt yaxshi dediniz. Şu degandek bu Amerika'nınki Uygurlar qaratgan siyasetiniki bir partiyaning ya bir grupning nimasi emas, bütün Amerika xalqininki Amerikadagi hokimiyatdagi partiya bo'lsin, nimadagi muxolifatdagi ya partiya bo'lsin, bularninki o'rtaq bir davlat siyosatiga aylanganligininki bir isboti deb qarasak bo'ladi buni. Ya'ni Uyg'urlar qaratgan Xitoy hukumatining siyosatiga Mike Pompeo mu, onun dikenze Tony Blinken mu o'xshash ko'z bilan qarayotganligi. Buningga bo'lgan bularninki ko'z qarashininki o'xshash bo'lganligini ko'rsatdi. Bu bizni nayta albatta xursand qildi. Chunki yangi hukumatninki bu siyosatninki bu Xitoy hukumatininki Uyg'urlar qaratgan siyosatida o'xshash o'tgan hukumatga, Trump hukumatiga, uning tashqi ishlar ministrininki ko'z qarashiga o'xshash bir ko'z qarashni bayon qilishi albatta hammamizni biroz hem xotirjam qildi, hem biraz xursand qildi. Buningda zaten o'tgan xabaringiz bor, o'zingizning o'tgan avgust oyida deyman. Shu chaqdimi Xitoy hukumatininki siyosatini bu Biden hukumati Biden shu chaqdagi ya'ni saylam nimasi komitetiningki mas'uli Biden Joe Bidenninki buni bir milliy qirg'inchilik deb qaraydiganligini shu chog'da e'lon qilgan. Hamda bu yaxshi bir nima bo'lgan, Xitoy qaratgan bir signal bo'lgan, ya'ni biz kelsakmi o'xshash bu siyosatni ilib boramiz deb. Ya'ni hozir bu Uyg'urlar qaratgan Uyg'urlarga bo'lgan muomala, Uyg'urlarga bo'lgan ko'z qarash, Uyg'urlarga bo'lgan siyosat Amerikaninki rasmiy bir
davlat siyosati deb qarasak bo'ladi. U partiya kelamdi, bu partiya kelamdi. Bu nima o'zgarmaydiganligining bir bishorati bo'ldi. Bu shuning uchun hatto burunmi deb o'tgan, shundoq biz necha qatim deb o'tgan Amerika Kongressidagi nurg'unlagan a'zolar biz hozir bu yerda Amerikada ikki partiya orasidagi munosabatlar keskin bo'lib, bular hech qanday masalada bir araga kelinmadi. Ya'ni ikki partiya bir olab bir qaror olgani yo'q. Lekin Uyg'ur masalasi kelgan chog'da har ikki partiya ninki a'zolari, davlat majlisidagi vakillari o'xshash ko'z qarashda biz mushu Uyg'ur masalasi kelgan chog'da birlashyapmiz degan, demakki mushu nima ninki bir isboti deb qarasak bo'ladi. Buni kelgusi uchun bizga bu umidvorlik beradi, umidvor qiladi bizni kelajakdan, ya'ni bizga qaratgan siyosatda biz o'ldirish bo'lmaydiganligi. Shuning uchun bizningki insonlarimizning bu zaten necha qatim deb o'tdik buni, qaysi davlatda bo'lsak bo'layli, biz u yerdagi partiyalardan biriga yon besib, yana bir partiyani qaralaydigan, yana bir partiya qarshi chiqadigan harekatlarda bo'lmasligimiz kerak. Biz qaysi davlatda bo'lsak bo'layli, o'zimizningki davosini shu davlatningki milliy davosiga, davlat siyosatiga aylantirishga tirishsak yaxshi bo'ldi. Mushu nimalarni biz biraz ders elishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat, hurmatli Umar Qant efendim. Endi sobiq Trump hukumatining Uyg'urlar haqidagi yuqorgi qarorni elishida chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning, siyosiy faoliyatchilarimizning va avom xalqimizning qanday roli bo'ldi? Mushu haqida bir tafsilot bayon bo'lsangiz. Albatta, bu Trump hukumatininki bu qarorda Uyg'ur tashkilotlarininki belgilik roli bo'ldi. Bayon deb o'tganimdek, ya'ni bu qarorning ilinishi nurg'un omillarninki amalga oshadi. Bularning birimi sirtqi besim endi bu. Sirtqi besim deganimiz mushu Uyg'ur tashkilotlarninki, siyosatchilarninki, uningdagi har qaysi xalqaro tashkilotlarning, Uyg'ur tashkilotlarininki hukumatdan talabi bo'ldi albatta. Buning uchun Uyg'ur tashkiloti biz uzundan beri Amerika hukumatidan buni biz o'zimiz, ya'ni Uyg'urlar buni milliy qirg'inchilik deb kelyapmiz. Buni boshda kelar, masalan, xalqarodagi mutaxassislar bo'lsin, buni madaniyat qirg'inchiligi deb atab kelgan. Lekin keyin buni biz madaniyat qirg'inchiligi emas, bu milliy qirg'inchilik deb, mushunda insonlikqa qarshi jinoyat deb hamma yerda mushuni talaffuz qilib kelyapmiz. Mushuni 2 yildan oshdi. Bu bir milliy qirg'inchilik, bu bir insonlikqa qarshi jinoyat ishlayotdi Xitoy hukumati deb. Albatta buningki hukumatning mushundaq talabni o'tirib qo'yish, talab qilish bir u hukumatninki buni qo'lga elishida, buni o'ylanishida albatta cho'ng rol o'ynaydi deb o'ylayman. Buningda albatta Uyg'urlarning talabini bu hukumat, Uyg'urlarning chaqiriqini, Uyg'urlarning talabini ko'zda tutadi. Bunda qarorlarni ilishda har qanday millatninki albatta talabini ko'zda tutadi. Biz ya'ni buni deyishimiz kerakdi, talab qilishimiz kerakdi, qilib keldik. Hatta yaqinda Dünya Uyg'ur Qurultayining yetakchiligida dunyodagi 60 Sharq Turkiston tashkiloti Mike Pompeo efendimga alayda bir xat yozib, bu xatda Mike Pompeo efendimdan vazifasi oxirlashganga qadar Xitoy hukumatining shu Uyg'urlarga qarata ilib berayotgan siyosatini bir milliy qirg'inchilik va insonlarga qarshi jinoyat deb bekitish haqida talabimizni o'tirib qo'ydik. Bu her yerde bu nima bor, shu talab bo'lish kerak avval. Shu talab bu Dünya Uyg'ur Qurultayi va dunyodagi butun Uyg'ur tashkilotlari va bu Amerikadagi tashkilotlar tarafidan bu yaxshi o'tirib qo'yildi va uzundan beri o'tirib qo'yilib kelyapti. Demakki bizda bir gap bor. Da'vochi sus bo'lsa, qozi muttaham bo'libdi deb. Shuning uchun da'vochi sus bo'lmasligi kerak. Masalamizni o'tirib qo'yishimiz kerak, talablarda bo'lishimiz kerak. Bu talablarni albatta boshqa davlatlarmi, hukumatlarmi buningga quloq soladi. Albatta bu Uyg'urlarning talabi bilan bu ish bo'ldi deyish mumkin emas. Bu biroz mubolag'a bo'ladi. Chunki har davlat bayon deb o'tganimizdek
nurgun uzun oylanışlardan keyin bunun stratejik, diplomatik, her cihetteki payda ziynini oylagandan keyin onun dikinze bir karar berdi. Bunun da siyasi bir karar bu. Karar çıkarıp buna muşundak çoğun bir nimege karar mesele hakkında karar çıkardı. Bu kararın çıkarışta elbette o devletninki özününki siyasi ve diplomatik stratejik menfaatleri közde tutuldu. Bayan dep ötkenimizdeki yana bazı devletler, bazı meseleler var. O parlamentler hatta karar çıkarıp bu şu milli kırgınçılıkta bekitiş gerek dep karar çıkargan bolsa mu hükümetler onun aldığını tosaydı. Özününki milli menfaatini şu devlet bile boğan o münasebetlerini közde tutup bu münasebetlerge bu ziyan yetkizdi dep onu tosaydı. Lekin Amerika'da demek ki bundak bir siyasi irade mevcutken şu siyasi nimesi karab bundan karar verdi. Bunun da elbette şu hükümetninki kararı şu hükümetninki özünün oylaganları qo'ldagi dalillarga asosan chiqqan paketlari ondaki siyasi stratejik diplomatik manfaatlari hammasi ko'zdan kechirilgandan keyin o'ylanib nurg'un o'ylanib bunun karar berilgandan keyin andikin bir bundaq bir kararını aldı deb o'ylayman. Xulasa yani bu teşkilatların Uygur teşkilatlarınınki hem o bir yerde elbette rolünü inkar kılmaslık gerek. Rahmat hurmatli Umar Qanot efendim, nayt yaxshi bir javob bo'ldi deb o'ylayman. Endi sobiq Trump hukumatining yuqorgi qarori Uyg'urlar masalasining xalqarodagi taraqqiyotiga qanday ijobiy ta'sirlarni ko'zatish mumkin? Siz buni qanday qaraysiz? Ya bu nayt muhim bir karar endi. Bayan nayt muhim karar. Bu karar hem Amerika hükümetinin özüye hem enindikinze halkara cemaatke ve başka devletlerge nurgun mesuliyetlerini yükleydi. Çünkü bir yerde bir kırgınçılık elip verilayotganlığı bu ispatlanıp bunda bir karar çıkan gap. Şu hükümetninki bir milletke hazır 21. asırda bir milletke elip verilayotgan siyaseti bu bir milli kırgınçılık insanlıkka karşı cinayet degendikin bununla her kaysı devlet bütün münasebetlerini ve eğer hakikat ve hakkaniyet dünyada bulsa bununla başka devletler bu közden geçiriş gerek. Muşundak bir cinayetini işlevatkan bir devlet bile normal bir münasebetlerini devamlaştırış mümkün bulmaslığı gerek hazırki şarayette. Elbette Amerika'nınki bu ağan kararı başka devletlerge muşundak cesaretlik ile hareket kılış için yol iç berdi dep o'ylayman. Başka devletlerinin bunun da avazını çıkarışıga bu Türkiye oldu dep o'ylayman Amerika'nınki bu kararı. Elbette endi muşu karar ilingandan keyin bununki mesuliyetini ada kılış için endi Uygur teşkilatları olsun, onun diken halkaradaki başka teşkilatlar olsun, naytici hareket kılışımız gerek endi. Halkara insan hakları teşkilatları olsun. Bunda bir cinayetini ilip verivatkan bir devlet bile başka devletlerninki her kandak müzakerede bu kayısı cihette olsun, iklim meselesi olsun, başka ticari münasebetlerde olsun, her kandak nimede bu meselenin nazarda tutuluş gerekliğini gerek de oylayma ve bu başka devletlerini cesaretlendirdi ve kelgüsü bu bir ülgü yarattı da başka devletler için. Hem o devletlerini bu bir insanlık karşı cinayet işlevatı demişinde Amerika'daki bir devlet hür dünyanınki lideri boğan bir devlet oturup koygan bu meseleni bu Xitay hükümetinin bu kılmışını insanlık karşı cinayet ırkı kırgınçılıkta bekitkendikin başka devletler siyasette bir özgürüş elip keliş gerek ve kilidi dep o'ylayman. Rahmat hurmatli Umar Qanot efendim. Endi oxirida siz uzun yillik aktiv bir siyosiy faoliyatchi bo'lib sifatingiz bilan chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarimizdan va xalqimizdan nimalarni kutasiz? Mushu haqida bir yurak so'zlaringizni olsam, shuning bilan programmamizni oxirlashtirgan bo'lsak. Endi men Uyg'ur chet eldagi Uyg'urlardan, Uyg'ur xalqimizdan, Uyg'ur tashkilotlaridan kutadiganligimiz
Endi şu Amerika bunda bir karar algandan keyin bunun şu öz devletleridimi amaliyleşi, ondan keyin şu devletlerimi şu kararga asasen o devletlerninki siyasetinde bir özgürüş elip keliş doğrusunda nayt ciddi faaliyetke ötüşini. Çünkü endi şunun bilen endi biz bir buruluş noktası desem boludu bunu. Endi şu Uygur milli davasında bir buruluş noktası. Bu hemmimizge bir kural badi kolumuzga hazır. Her qaysi devletdeki Uygurlarning qo'lida hazır cho'ng bir kural bu. Xitoy hukumatining Uygurlarga qarta irqiy qirg'inchilik, insonlik qarshi jinoyat ishlayotganligi dalillendi. Amerika hukumati shundaq deb bekitdi. Albatta buni bekitishda deganimizdek naydi uzun o'ylanishlardan keyin bunda bekitdi. Buni bekitgandiki boshqa davlatlarmi bir nimaga bir shuningga qarta bir siyoset ilib berish kerak. Shuningga zo'rlash uchun bütün teşkilatlar, dünyadaki bütün Uygurlar bir hareketga o'tish kerak deb o'ylayman. Har o'zining davlatlarida shundaq bundaq bo'lmasimi, shuningga qarata davlatlarininki siyosatini Xitoyga qarata o'zgartirish masalasida ciddi tadbirlar ilishi, ciddi bir faaliyetga o'tishini men umid qilaman. Hem Uygurlarninki umidvor bo'lishini orzu qilaman. Chunki bu karar yani bayan deb o'tganimdek bir buruluş noktası Uygur davasida, demek ki Uygur davası endi texmi bir halkılık, texmi bir muhim bir bosqichga kirdi deb o'ylayman. Birinchisi Amerika hukumatininki Mike Pompeo efendimninki Sharqi Turkiston islomiy hareketini terörist tizimligidan chiqarganligi, onun keyin Xitoy hukumatining Uygurlarga qarata elib berayotgan siyosetini milliy qirg'inchilik va insonlikka qarshi jinoyat deb bekitganligi bu nayt cho'ng bir o'zgarishlar bizningki davoyimizda nayt cho'ng ilgirlashlar desak bo'ladi. Shuningga sharoit hozirlab beryapti bu davoyimizningki ilgirlashi uchun. Balki kim biladi endi shu bizningki bir erkinlik erishishimiz, o'zimizningki hür ve müstakil bir vatanimizde yaşamımız için bir şaraitlarını hazırlaşması da bir bişareti buluşu mümkün. Hem de bu bilesiz başka her qaysi devletler, şundaq milletler, şundaq qırğınçılık uçurğandan keyin ularga aşında şarait yaratıldı. Mesela deyli ki Janubi Sudan'ı deyli ular qarta Sudan hükümeti qırğınçılık ilib bağlı degandiki ularninki müstakil bir devlet kuruş için xalqaro cemaat nayt çoğun tedbirlerini aldı, ular müstakil oldu. Şununla okşaş Yahudilarga Nazi Germaniyası qırğınçılık ilib bağlandan keyin Yahudilarninki xalqaro cemaatning yardımı bile özününki müstakil devletiga erişti. Kim biladi o belki şu karar bile biz Uygurlar özümüzniki hür müstakil lakımızga erişişimiz mümkün deb o'ylayman. Endi Amerika hukumatining bu kararı Uygurlarninki milliy davasida, Uygurlarning tarixida nayt muhim bir karar. Sharqi Turkiston milliy davasidimi bir buruluş noktası deb tanısak bo'ladi buni. Shunda deb bilsak bo'ladi. Shuning uchun dunyodagi bütün teşkilatlarninki Uygur faaliyetçilerininki endi burunqi xiyalların, burunqi metodlarını özgertip, burunqi iddialarını özgertip, yeni bir iddia bile, yeni bir usul bile, yeni bir metod bile, yeni bir strateji bile minişini bu davanı ilib beriş üçün tayyorlik qilishini men ulardan umid qilaman. İnşallah Ömerxan efendim yana bir qitim yuqorida bergan qimmatli ma'lumotlaringiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizga. Rahmat sizga rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultiyi tor televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimli programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.